Bir o'xshagan albatta o'ylab nima gapirganmi? Qanday keldi? Bir o'xshagan farqlar bersin diye. Xudoga shukr, mana endi o'sha diplomni olsam, keyin men ham Xudo o'zimni mashhurlarimchi birinchi oldinga qo'ygan narsalar bor. Raqamni tayyorlab, o'z hozir otamiz kimga bermadi. Raqamchi tayyorlab o'zimga ishlayapman. Menda yurak to'lmadi, mana shu tarbiyada. Telefonni ko'rganimda, o'g'lim bu yerga ishlayishni yo'q, bor. Yuragini yo'q. Har ishda odam oldiga maqsad qo'yishi, raqamchi qilishi, o yengil ko'p boshida kerak. Amalga ko'rsatishimiz. Bolalarga aytaman, menga telefon biz qanaqa so'raymiz. Qo'rqmaylik. Qanaqa bo'layotgan ish bo'lsa bilan guvoh bo'ldi. Ustozlar mashina guvoh qo'yib olib, nimaga bor? O'sha sizlarga ta'limlarni yaxshilab, yurib turadi. Bu boshqa qas yo'q. Hammamiz vijdonimiz ishlasak, o'sha bo'yicha olishlar to'xtab qolgan kelishib bo'ladi. Sen bitta bobomga desa, Onajon uyga qo'ysangiz, yo'qsiz odamlarga ko'pni so'ragan bizgacha bir da'vo ta'kidida qolyapti. U agronom ustozi Toshkentda Chorvoqda jurnalda o'shada 15 yilda inspeksiyaga qayerga jo'nab qo'ydi. O'shada masalan sotilgan makina bir kunning o'zida yo'q so'rab baholadi. 78 ming to'g'ri. Yo'q bor. O'sha gapirdi. Har kuni endi nega bo'ladi? Maqsad shu bog'larni yo'q alohida rais qilib Kimsasiz, bir-biriga so'raydi. Bog'larga tushuntirish haqida berib, Rossiya buni ishlaydi. Bu bo'yicha sochishda yuqorilarigacha bu o'g'lama yaxshilar bu bo'laveradi. Hamma shundan oladi. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Boyga yetganimizda 3 lider dedi-da. Bu yerda davomida oddiy bozor olmaydi. To'g'rimi? Bizlar so'rashib, sen mana qanaqa so'rasan, sen bularni sotmaysan, yo'q. Bu xodimlarni sotish kerak, dehqon. Beshurlar. Lekin sotib oluvchilar sizlar bitta pozitsiya berishsa qanday? Kooperativ bo'lib, mana aholiga ko'pchilikni boshqa bo'ldiradi. Hatto shoxonalar Novvatni bozor. Masalan, bitta istacha narsa gapirib beraman-da. Mana xitoylarni bilasanmi? Nimaga oldinda oldi? Xitoyga eshitamiz. Xitoyga bozorni ochdik. Bosh bozor. Ruxsatlarni oldi. O'zimizni qora ko'zni yuklashga boshladi. $400 sotib olgan mosh $1000, $1,5 chiqdi. Xitoyga kilo. Chiqdi-da, keyin o'sha paytda Xitoyda yo'q bozori yo'q O'zbekistonda. 80% moshi biz O'zbekistondan oldi o'sha yerda. Men xitoylarni dedi, O'zbekistonga borib dedi, ko'ringlar qanday yerda bor. O'zbekistonga keldi, yerda qarasa bir 5-6 ta 10 tacha korxona, 10 ta emas, 35 ta korxonani biz ro'yxatga qo'ygan. Yana 1 yil o'tdi, 93 ta korxonani ro'yxatga oldi. Korxona ro'yxatga oldi degani Xitoy reyestriga chiqdi degani. Bu degani o'sha 93 ta korxona o'zini mana shunaqa joyda demak saralaydigan, qoplaydigan, upakovka qiladigan ustunlarni qo'ydi. Ularning talablari bo'yicha yopdi qildi degan. 93 ta korxona. Endi 93 ta eksportyor degan o'zimiz qolib. Xitoylar keldida sendviç panelni tas betonlarni sendviç panelga qo'ydi, boyagi ustunlarni olib keldi qo'ydi. Shunday joylardada ular ham bir o'zicha bir 50 tasi keldi. 50 ta Xitoy korxonasi Jizzax, Samarqand, boshqa joylashdi. Lekin menga bittasini eshitib qoldim. Men Xitoylar bilan gaplashib turaman. Bizlar bu pula deydi, har oddiy cho'qona qiladi. Xitoylar cho'qona qiladi. Har oddiy cho'qona qilib gaplashadi. Yo'q, nima bo'lyapti? Samarqandda nima bo'lyapti? Jizzaxda nima bo'lyapti? Sirdaryoda nima bo'lyapti? Toshkentda bo'lyapti. Vodiy nima bo'lyapti? Hammasi gapiradi. Короче, pozitsiya qilamiz. Qora ko'zda bu yoqdagi 93 ta korxona nechtadan oldi dehqonlar mosh. Oldi dedi, 1 kilosini dedi, yoki 1 tonnasini dedi. $600 oldi, yoki $700 oldi. Mana qaradi. $1000 olamiz. Hammamiz. Dehqonga boryapti, mana $1000 bor. Sekin ana o'zbek qora ko'zdan necha yildan ishlab turgan dehqon sekingina unga o'tib ketyapti. Xitoyga. Keyin $1200 ga ko'paydi. 1200 dan sotib olib dehqon, 1400 dan sotib olib, $1,5 ming eksport qildi.
Bu yoqda ham o'zini korxonasi minusga ishladi. 1 yil dedi minusga ishlaymiz. 1 yil emas, pashti 2 yil minusga ishladi Xitoy. Ishladida bizning qora ko'zi hammasi bozordan chiqadi. Bir vaqtda O'zbekiston qora ko'zi yo'q, Xitoyga moshina eksport qilayotgan bo'lib qoldi. Hammasi keldi. Biroq mana masala muammo. Demak, ana korxonalarni hammasi Xitoyga topshirdi upakovkalar. Dehqon hammasi o'tib ketdimi? Chunki dehqon uchun oddiy bozor o'rniga bozor. Hatto yaxshi narx bersa, yaxshi sharoitda o'shanga boradi. To'g'rimi, noto'g'ri? Ko'pchilik. Endi nima bo'ldi? Keyin Xitoylar zam bozordan chiqarish boshladi. Keyin biz mana yoqimli bilan gaplashdik-da. Dedik, uzumimiz dedik 15 sentdan sotilayotgan ekan. Qanaqa 15 sentdan sotiladi? Kamida $4 mahsulot bo'lsa. Bunaqa qanaqa biz eksport 10 milliardga chiqaramiz degan masalan. Men shu bilan mana minimal narx belgiladik-ku, moshina minimal narx hozir $1000 belgilab qo'ydik. Qarang, bular 1,5 minggacha olib chiqib, bir yil emas, 3 oy ichida moshina narx qo'lga olgandan keyin narxi $600 ga tushirib tashladi. Hammani o'yindan chiqarib $600 eksport